Assalomu alaykum. Başbarmaq Ballar Klubi Instagram sahifasi va YouTube kanaliga ishtirok qilgan barliq aziz qarindoshlar, hammanglar xush keldinglar. Men o'zimning ozg'ina emgaki bilan sizlarga ozroq ma'naviy ozuq beg'ishlashni va yordamda bo'lishni umid qilib yo'lga chiqqan hamshiranglar bo'laman. Bugungi bu tunji videom orqali sizlar bilan mushu kanalni qurib chiqishdagi asosli maqsadim va buningdan keyingi umidlarim haqida ozroq o'rtoqlashishni to'g'ri topdim. Bu kanalni qurishdagi asosli maqsad yanada muhojiratda o'sib yetilayotgan yosh o'smirlar. Biz hozir dunyoning har qaysi joylarida tarqoqlashib yashayotgan ana tilimiz, milliy urf-odatimiz, diniy e'tiqodimiz ig'ir krizislarga duch kelayotgan shu xil sharoitda tor muhitidan foydalanib turib bolalarga bir ochiq sahna hozirlab berish. Bu sahna orqali bolalar o'zlarining ana til, urf-odat, diniy e'tiqod va Qur'on tilovati qatorliq shu xil videolarini, asarlarini, sin ko'rinishlarini butun dunyodagi do'stlar bilan o'rtoqlasha oladi. Shu xil tipdagi videolarni o'rtoqlashishni xohlaydigan bolalar, ota-onalar bo'lsanglar, menga ayrim uchur qilish orqali shu videolarni yo'llab bersanglar, men sizlarning ismlaringlarni eskartishni unutib qolmagan holatda, sizlarning emgakinglarga hurmat qilgan holatda YouTube kanalimiz va Instagram sahifamizga yo'llab berman. 1-2 yil ichida bu shu xil videolar to'planib, bizning bu kanalimiz butun dunyodagi Uyg'ur bolalarga bir ilhom, madad manbasi bo'lib qolsa inshaalloh va yaxshi bir ona til kanali bo'lib saqlanib qolsa degan umidim bor. Agar yuqorqi videolarni avatib berishni xohlaydigan, ammo uchurlarni oshkorlashni xohlamaydigan ota-onalar bo'lib qolsanglar, videolarni tahrirlangan holatda, bolalarning chiroylari etib etilgan yoki bo'lmasa boshqa uchurlari yo'q holatda avatib bersanglar tamamen bo'ladi. Bu xil videolarni men yana shu YouTube kanalimiz orqali ham bahrilab berman. Bu kanalni aytishdagi ikkinchi maqsadim bo'lsa, men vatanda oliy maktabgacha bo'lgan oraliqda to'liq ona til ma'rifida o'qigan bir o'quvchi va muhojirat hayotida yaqinqi 2 yildan buyon ona til o'qituvchiligi bilan shug'ullanayotgan bir muallim bo'lish suhbatim bilan o'zimningki ishni na'dan boshlaganim, qaysi xil holatda davom qilayotganim va bundan keyin nima ishlarni qilmoqchi bo'lganim haqida sizlar bilan o'rtoqlashadigan bir sahifa bo'lib qolishini umid qildim. Chunki bizning oramizda qalbida o'tdek ishtiyoqi bor, mush ona til ma'rifi bilan shug'ullanishni, mushunga qurbonlik berishni umid qilayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin. Hammadan muhimi, mushu safarni iz besib mangadigan bizdan kichik bo'lgan insonlarimizning orasidami mushu ishni na'dan boshlashni bilmayotgan, o'zi to'liq bir ona til ma'rif sistemasida o'qiyotgan yoki bo'lmasa chet elda xilma-xil tillarning orasida o'qib, ona til ma'rifiga bo'lgan tushunchasi tuban bo'lib qolayotgan mana shu insonlarimizga ozroq yordamda bo'lishni umid qilib bu kanalni ochdim. O'zimningki shu o'qitish jarayonidagi har bir qilgan xizmatlarimni, na'dan boshlaganim, qanday ishlarni qilganlarimni erinmasdan tafsiliy holatda qisqa videolar orqali sizlar bilan o'rtoqlashishga tirishaman inshaalloh. Alloh taoladan shu xizmatimning dunyo va oxiratda yaxshilikqa vasila bo'ladigan xizmatlar qatoridan qilib berishini tilayman. Hammanglar xush keldinglar. Yana bir qatam hammanglarni qarshi olaman. Keyingi qatimliq videomizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.